Nega aynan afsona fason darvozamizga eng ko'p buyurtma kelishini shu videomiz orqali bilib olasiz. Ushbu afsona fason darvozamizni yana Qo'qon shahriga olib kelib ustanovka qildik Hamidjon aka xonadonlariga. Bu darvozamiz eniga 4 metr, bo'yiga 370 razmerda bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, juda chiroyli, nejniy xonadonga yarashib turibdi. Darvozamiz full variantda tayyorlangan. Kelinglar aynan xonadon egalarining o'zlaridan, ya'ni Hamidjon akamdan darvozamiz to'g'risida fikrlarini bilamiz. Hamidjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima uchun aynan shu dizayn tanladingiz? Shuni aytib bering birinchi o'rinda. Fasoni chiroyli, ma'qul keldi o'zimga. O'rtacha, yaxshi, skromniy. Boshqa joyga nima qildim, zakaz qilgan edim. Vaqtidan cho'zib yuborishdi, qilib berishmadi ham. Pullar berilgan zakolatlarim ham qolib ketdi, qaytarib berishmadi. Mana bular o'z vaqtida qilib berishdi. Rahmat shunchalik. Shuni singari muammolar ko'p joyda uchrab turibdi. Bemalol Jobirxon darvozalariga murojaat qilishingiz mumkin. Uzoq joylarga kerak bo'lsa, zakolatsiz darvozani yasab o'rnatib beraman. Ushbu ishimiz sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.